Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Benfica Fayzullayevni olishdan nega bosh tortdi? Fayzullayevning Benficaga transferi barbod bo'lgan. Sababi aniq. 2026-yilgi Jahon chempionati mintaqaviy saralash turnirida O'zbekiston milliy terma jamoasining asosiy quroliga aylanib qolgan Abbosbek Fayzullayevning Yevropaning kuchli ligalariga ko'chib o'tishi anchadan beri eng dolzarb masalalardan hisoblanadi. Mavsum oxirlagani sari futbolchi jamoatchiligi 21 yoshli legionerning CSKAdan boshqa klublarga o'tish imkoniyatlarini yanada ko'proq muhokama qilyapti. Nufuzli kompaniyalardan biri Pro Sports Management rahbari German Tkachenko jurnalistlarga bergan intervyusida Abbosbek Fayzullayevning Portugaliyaning eng mashhur klublardan Benficaga transferi nega amalga oshmagani sabablarini ham keltirib o'tdi. Sport.uz portali ushbu suhbatni o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola etishni ma'qul topdi. Qishki transferlar davrida sizni nima hayron qoldirdi? Braganing Salazarning Spartak va Zenitga transfer qila olmagani, aniqrog'i buni istamagani. Bu transferni yuristlar barbod qildi. Klub menejmentidagilar xaridor klublar aksiyadorlari orasida xalqaro sanksiyalarga tushganlar borligini ro'kach qilib, bu savdoga shubha bilan qaradi. Shu bois transfer amalga oshmay qoldi. O'tgan yil Rossiya futbolining Yevropa bozorida rad etishni haqida gapirgandingiz. Hozirgi tendensiyalar bu to'siqni bartaraf etishga qaratilganmi? Shunaqa bo'lishiga umid qilaman. Bizga nisbatan munosabatlar ozgina bo'lsa-da yumshadi. Masalan, Sunderland tavakkal qilib Zenitga Izidor uchun pul to'ladi. Matvey Safonov PSJga ko'chib o'tdi. Odamlar orasida ham qabul qilmaslik masalasi biroz kamagan. Shunga qaramay buning aksini ko'rsatuvchi misollar ham kam emas. Shuni inobatga olgan holda hali mavjud tendensiyalar to'liq o'zgarmagan. Evolyutsiya jarayoni davom etmoqda. Qanaqa teskari misollarni aytyapsiz? Abbosbek Fayzullayevning Benficaga transferini muhokama qilgandik. Muzokaralarning dastlabki bosqichidayoq klub rossiyaliklar bilan hamkorlik qilish masalasiga keskin yo'q dedi. Chunki uning klubi CSKA bo'lganigami? Biz bu vaziyatda chuqurlashmadik. Aloqa uzildi. Ularning Rossiya bilan ish olib bormaymiz degan tezisi o'rtaga chiqdi. Paxtakor tarbiyalanuvchisi bo'lgan Abbosbek Fayzullayev 2023-yilning avgust oyida CSKA jamoasiga ko'chib o'tdi va qisqa fursatda Rossiya Premyer Ligasining eng yorqin iste'dodlari qatoriga qo'shildi. Carlo Ancelotti sudda soliq firibgarligi uchun ishda ko'rsatma berdi. Prokuratura Real murabbiy uchun 4 yil va 9 oy qamoq jazosini so'ramoqda. Carlo Ancelotti soliq firibgarligi bo'yicha sudda ko'rsatma berdi. Oldinroq Madrid prokuraturasi Real bosh murabbiy uchun firibgarlik aybi bilan 4 yil va 9 oy qamoq jazosini talab qilgandi. Italiyalik mutaxassisning umumiy soliq qarzi 1,257,958 yevroni tashkil etadi. Bundan tashqari unga 243,593 yevro miqdorida jarima va 47,298 yevro foizlar belgilangan. Ancelotti 2014-2015 yillarda ikkita qoida buzishda ayblanmoqda. Ayblov xulosasiga ko'ra unga umumiy summasi 3,186,237 yevro bo'lgan ikkita jarima solish talab qilinmoqda. Prokurorning fikricha, Ispaniyada soliq rezidenti maqomini tasdiqlaganiga qaramay, Ancelotti o'zining soliq deklaratsiyalarida faqat Realdan olingan ish haqini ko'rsatgan, lekin imij huquqlaridan tushgan daromadni qayd etmagan. Real menga imij huquqlarini o'tkazishni taklif qilgandi. Men ingliz maslahatchim bilan bog'landim, keyin esa tafsilotlarga kirmadim. Hamma narsa qonuniy deb o'yladim. Bu firibgarlik deb baholanishi mumkinligini bilmagandim. Demak, hamma narsa yetarlicha to'g'ri bo'lmagan deb o'ylayman. Men faqat klubdan sof 6 million olishga e'tibor berganman va prokuratura menga qarshi tergov olib borayotgani haqida hech qanday xabar olmaganman, degan Ancelotti. Shu daqiqalarda italiyalik mutaxassis sud binosini tark etdi. U jurnalistlarga hammasi joyida dedi. Romani boshqarish uchun asosiy nomzod o'zgardi. Roma bosh murabbiy Claudio Ranieri so'nggi matbuot anjumanida Gianpiero Gasperini jamoaning yangi bosh murabbiy bo'lmasligi haqida gapirgandi. Sky Sport nashri Romaning yangi ustozi bo'lish uchun asosiy nomzod kim ekanligini ma'lum qildi. Al Nassr bosh murabbiy Stefano Pioli rimliklarni boshqarish uchun asosiy nomzod bo'lib turibdi. Pioli Ronaldo bilan bo'layotgan nizolar sababli Saudiya jamoasini tark etib Italiyaga qaytishga qarshi emasligini ma'lum qilgan. Muhammad Saloh Liverpool bilan shartnomasini uzaytirishga yaqin. Futbolchi klubda qolishi haqida xabarlar paydo bo'ldi.
Liverpool klubi futbolchi Muhammad Saloh jamoa bilan yangi shartnoma imzolashga yaqinligi haqida xabar bermoqda. Bu haqda yana Foot Mercato nashri ham xabar berdi. Nashrning ma'lum qilishicha, Saloh 2 yillik shartnomaga imzo qo'yish arafasida. Shartnomaning moliyaviy tarafi ochiqlanmadi, ammo Liverpool Salohning talablarini bajarishga majbur bo'lgani aytilmoqda. Ushbu mavsumda futbolchi 43 ta o'yinda maydonga tushib, 32 ta gol va 22 ta assist qayd etdi. Real Madrid Viniciusni qanchaga sotmoqchiligi ma'lum bo'ldi. Madridning Real klubi yozgi transfer mavsumida Vinicius Juniorni 300 million yevroga sotishga tayyor. Bu haqda Football Transfers nashri xabar bermoqda. So'nggi paytlarda yulduz futbolchilarni o'z safiga qo'shib olayotgan Saudiya Arabistoni klublari Vinicius uchun asosiy xaridor bo'lib turibdi. Al-Ahli va An-Nasr jamoalari braziliyalik futbolchiga bir mavsum uchun 200 million yevro maosh taklif qilmoqchi. Viniciusning Real bilan munosabatlari yomonlashmoqda, chunki tomonlar hali yangi bitim bo'yicha bir qarorga kelgani yo'q. Shu bois ushbu transferning amalga oshish ehtimoli yuqori baholanmoqda. Manbaga ko'ra, agar Vinicius transfer qilinsa, Madrid klubi uning sotuvidan tushgan 300 million yevroga yangi xaridlarni amalga oshirish haqida o'ylamoqda. Xususan, Manchester City hujumchisi Erling Haaland Realning asosiy maqsadiga aylanadi. Ma'lumot uchun, joriy mavsumda Vinicius qaymoq ranglilar safida 37 o'yinda maydonga tushib, o'z hisobiga 18 ta gol va 11 ta golli uzatma yoqtirib qo'ygan. La Liga Barsaning Olmo va Viktorni ro'yxatga olish uchun asosi yo'qligini e'lon qildi. La Liga Barsaning Camp Nou'dagi VIP joylar sotish bilan bog'liq moliyaviy muammolari haqida bayonot berdi. Yanvar oyida Katalon klubi Yaqin Sharq mamlakatlaridan 2 investor bilan o'z stadionida 475 ta joyni 30 yilgacha muddatga sotish bo'yicha kelishuvga erishdi. Xabarlarga ko'ra, VIP joylar sotishdan tushgan daromad Barselonaga birga bir qoidasini ishga solish va Camp Nou rekonstruksiyasi uchun investorlar oldidagi qarzning katta qismini to'lash imkonini berdi. Bu kelishuv klubga 100 million yevro olib kelishi haqida ma'lumot berilgandi. Ushbu kelishuv La Liganing e'tirozlariga qaramay, ko'kan ranglilarga mavsumning ikkinchi qismi uchun Dani Olmo va Pau Viktorni ro'yxatga kiritish imkonini berdi. Oliy sport kengashi klubga futbolchilarni vaqtincha ro'yxatga kiritishga ruxsat berdi, biroq yaqin kunlarda Barsa auditori Camp Nou'dagi VIP joylar sotishdan tushgan 100 million yevroni La Liga uchun hisobotga kiritishni tasdiqlamagani ma'lum bo'ldi. Busiz klub transferlar va shartnomalarni uzaytirishda muammolarga duch kelishi mumkin. Endi La Liga chempionati yetakchisining moliyaviy fair play bilan bog'liq muammolar haqida 9 banddan iborat bayonotini e'lon qildi. Xususan, klubda Olmo va Viktorni ro'yxatga olish uchun asos yo'qligi ko'rsatilgan. Barsaning tarkib uchun xarajatlar limiti yana qisqartirildi. Husanovning Lesterga qarshi qaydnomadan joy olmagani jarohat bilan bog'liq emas. Manchester Cityga yaqin jurnalist Abduqodirning tarkibda yo'qligi sababini aytdi. Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanovning Lesterga qarshi kechagi uchrashuv qaydnomasiga kiritilmagani sababi ma'lum bo'ldi. Manchester Evening News nashrining Manchester City bo'yicha jurnalisti Simon Bachkovskining yozishicha, o'zbekistonlik himoyachining tarkibda yo'qligi jarohat bilan bog'liq emas. Bu Guardiolaning tarkibda rotatsiyaga qo'l urgani va Husanovni Unitedga qarshi o'yinga saqlagani bilan bog'liq. Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov Boromutga qarshi o'yinning birinchi bo'limida maydonni tark etdi va Lesterga qarshi uchrashuv tarkibiga kiritilmadi. O'zbekistonlik himoyachi yanvar oyida Lens klubidan kelib qo'shilgandan buyon himoyada asosiy o'yinchilardan biriga aylangandi. Ammo Rud va Nestelroy boshqaruvidagi jamoaga qarshi o'yinda Pep Guardiola tomonidan tarkibga kiritilmadi. Husanovning yo'qligi jarohat sababli emas. Bu Guardiolaning tarkibda rotatsiyaga qo'l urgani bilan bog'liq. Markaziy himoyachi Angliya Kubogida Boromutga qarshi o'yinda birinchi bo'limda sariq kartochka olgandan so'ng ehtiyot chorasi sifatida ikkinchi bo'limda almashtirilgan edi, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun, Cityni navbatdagi turda 6 aprel kuni Manchester Unitedga qarshi derbi kutib turibdi.